Assalomu alaykum. Hurmatli Agromash Elite YouTube kanali obunachilari. Bugun Zoom bilan 2304-1, ya'ni 236 kuchli Zoom bilan traktorini qisqacha meni obzor qilib ko'rsataman. Bu traktor 236 kuchiga ega bo'lib, motor 7,5 litrli объемga ega, Vichay motor. Motorini turishi 216 kuchdan 276 kuchgacha kuch bera oladi traktorga. Topliva baki 420 litr. Balonlari razmeri 650 ga 65, R42 orqa baloni. Oldi baloni 540 ga 65, 30 R30 razmerida. Hop, orqa qismi, navesi qismi mana bu ikkita qo'li 6 tonnagacha bo'lgan agregat mevani ko'tara oladi. Hop, 4 jup elektron gidravlika sistema. Mana orqa tomonida mana bu knopkalari ham bor. Bemalol ko'tarib turadigan, bomini sozlaydigan. Hozir ichki qismini ko'rsam. Traktorimiz kecha yomg'ir yog'di. O'sha yomg'ir yoqqani uchun shunaqa rosti. Mana albatta yuvib chiroyli ko'rinishga keltiramiz. Hop, ichki qismiga o'tsa, ichki qism traktor mashinasi uchun o'ta ham komfort. Magnitofon, 4 ta kolonka bu yoqda. Monitor traktorda nimalar yuz berayotganini ko'rsatib turadi. Knopkalilar bular. Skorslar, oltita. Hamda revers qismi. Oldinga orqaga. Hop. Ishonarsiz. Klient kontroli bor. Hozir yoqib ko'rsam. Traktorimiz yoniga jarandi. Monitor yanmoqda. Hozir zavodga qilamiz. Mana hech narsa tegmayapti. Monitorning ko'rinishi traktor mana 0 gradusdagi holatida 4 litr matichasida yeydi, 3-4 litr deyapti. F5 ta bo'lsa, hozirgi momentda nimada ishlayotgan, traktor nimada ishlayotganini ko'rsatadi. F6 ni bo'lsa, diagnostikasi bu traktorda qanaqa ошибка yoki muammo yuz bersa, shu yerda ko'rsatadi. Hop. Bular skorsi, mana bular endi fonar analari. Magnitofonni. Mana klimat kontrolini 15 gradus, 15 gradus bo'ladi. Sekin ko'tarib tushirib bemalol sozlasa bo'ladi. Tashqarida chiqib motorning ovozini eshitiraman. Mana traktor. Revers qismi. Hop, tashqariga chiqib ko'rsataman. Traktorimiz hozir turishiga og'irligi 9610 kg. Traktor. Klientlarimiz kelib haydab ko'ryapti, bemalol.
Traktor haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun, traktor narxlari haqida ma'lumot olish uchun videodagi raqamlar bilan bog'lanib bemalol so'rashingiz mumkin, ma'lumot olishingiz mumkin. Traktor narxlarini nima aytmaysan videoda deydi ko'pchilik. Traktor narxlari hozirgi kunda o'zgarib turibdi-da, traktor narxi. Videoni siz masalan 2 oydan keyin ko'rishingiz mumkindir, 3 oydan keyin ko'rishingiz mumkindir. O'sha eski narx bilan qolib ketsa yoki narx arzonlashsa yoki ko'tarilsa, tushunmovchilik bo'lmasligi uchun videoda aytib o'tilmaydi. O'shaning uchun videodagi raqamlar bilan bemalol bog'lanib qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin.